O'rikzor sovg'alar majmuasi. Hozir biz O'rikzor sovg'alar majmuasiga kelganmiz. Bu yoqda yangi tug'ilgan chaqaloqga juda ko'p assortimentda kalaska bormi, xadinok bormi, xullas chaqaloqlarning ponni naborlari bor ekan. Bu yoqda shunday koridordan kelib oxiriga qarab, o'ngga qarab yurganingizda mana ikkinchi do'kon. Bular shunaqa zo'r skidkalar qilib beraman deyishgan. Kelib mahsulotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Mana bu do'konda shirindan shakar farzandinglar uchun juda ham nima kerak bo'lsa hammasi bor ekan. Kalaskani assortiment har xillari, mana bunaqa belanchaklar bormi, ayolda xullas karavotdan tortib, xullas matrasigacha ham bor ekan. Bitta joydan kelib, bitta joydan ishinglar bitib ketadi. Narxi hamyonbop. Sifatiga, misol uchun, sifatiga va narxiga qarab o'zingizga kerakli qulayini tanlayverasizlar. Birinchi bu aka narxidan so'raymiz. Bu narxini necha pul qilib berasiz aka? Aka bu narxi 900 ming edi hozirgi paytda. Sizning obunachilaringizga 750 mingdan qilib beryapmiz. Aka qanaqa qulayliklari bor? Buni mana pashaxonalari bo'ladi. Mana yon tarafini ochsa spaniga qo'shiladi. Polni pastga tushirsa manej bo'ladi. Ham ruchnoy, ham elektronli buni tebratsa bo'ladi. 5 ta palajini, bola bezda bo'lsa qimirlaydigan bluetooth'lari bor. Undan tashqari o'zini musikalariga ega bo'ladi. Aka necha kilogacha ko'taradi bu misol uchun? Bu aka 0 dan 18 kilogacha ko'taradi. Где-то bir 2-3 yoshgacha aniq qilsa bo'lar ekanda. Assa maksimalni 1,5 yoshgacha bo'ladi. Ratsalari yo'q-a bunda bola yig'lasa nimadir. Bola yig'lasa emas, bola bezda bo'lsa, o'zi aniq harakatga kelsa, o'sha tebratadigan funksiyalari bor aka. Funksiyalari, har xil funksiyasi. Xudo xolasa agar kesilishsa, mana xudo xolasa boshqacha vibrlarimiz bor. Ma'lumotlar necha pul aka bu bahotroq bo'ladi? Bularimizni narxi 1 million 300 ming, siz obunachilaringizga 1 million 200 dan qilib beramiz. Bular-chi? Bular 1,5 million sotilyotdi. Hozirgi payt sizni obunachilaringiz 1 million 200, mana ma'lumotlar 1 million 50 mingdan, nargilarni 800 ming, 700 ming o'ziga qarab har xil qilib beramiz. Xullas, belenchakni qanaqa kerak bo'lsa, mana shu akamlarga kelaverasizlar. Nomerligini tagiga qoldirib qo'yamiz. Instagramlarni kalkulyatsiya qilib qo'yamiz. Kelib bemalol olishingiz mumkin. Keyingi videomizda xudo xolasa endi kalaskalarni obzor qilib beramiz. Bugun sizlarga hozir kalaskalarni obzor qilib berishga harakat qilamiz. Eng arzon kalaska bo'ladi necha pul? Men sizga eng arzon kalaska necha pul deb so'rab qo'ygandim, tayinlab qo'yibsiz. Mana shu kalaskangiz aka necha pul qilib beryapsiz? Obzor qilib bersiz aka. Hop, bu kalaskani 600 ming so'mdan qilib beramiz. 600 ming so'm. 600 ming so'm. Har xil rangi bor-a buni? Ranglarda muammo yo'q, xudo xolasa, hamma rangidan bor. Qulayligi nimada aka? Qulayligi buni eng zo'r Fishkasi. Fishkasi aka eng xicham yig'ilishida aka. Ha. Mana o'tbetlarga olib bemalol olib ketib, bemalol xichangina mashina orqasiga solib olib ketaverasiz. Ketaverar ekanda. Ballonlari qanaqa aka? Ballonlari hammasi rezinaviy bo'ladi aka, temir o'qda turadi, ya'ni kачественный narsa. Aka, keyin buni misol uchun bu yoqqa o'tmaydi, menimcha. Yo'q, ruchkasi orqadan o'tmaydi. Ruchkaga o'tadigan mashina qanaqasini tavsiya qila olasiz bu yoqda? Ruchkasi orqa. Narxi hamchi hamyonbop bo'ladi. Nimalarimiz bor, aka. Ruchkalari ham masalan orqa oldinga o'tadigan variantlari. Bularni necha pul qilib berasiz? Xo'p, bularimiz 750 ming so'mdan qilib beramiz aka. Buni ham sifati zo'r, sifatlari zo'r, yoptirgan. Mana yoqdan ochiladigan qanaqa ham bor ekan. Yo'llarida masalan orqalari setishli bo'lyapti aka. Yana aka, misol uchun qanaqa bundan ham qimmatroq endi obzor qilib beravering deyapman. Kalaskalarni obzor qilib ketamiz bugun dedik. Kompaktniroq 1 million 200 ming mana shunaqa atrofdagi qanaqalari bor aka? Mana bu modelimiz bor aka, ranglari ham mana shu sochniy chiqqan. Ha, bunday ichida mana sumkalarigacha bor. Sumkasi, zimniy cho'qi. Aka, buni fishkasi misol uchun nima? Bunda ham xuddi shu ruchkalari orqa oldinga o'tadigan variant aka. Ballonlari rezinaviy. Mana bunaqasi qanaqa ekanda buni? Mexanizmli bo'ladi orqalari. Bundan ko'tarsangiz chiqib tushaveradi. Masalan, remishok orqali emas, temir mexanizm bo'ladi. Buni keyin qishda anaqasi ham bo'lsa kerak, aka. Zimniy cho'qol hamma narsasi bor aka. Ha, mana. Buni necha pul qilib berasiz? Xo'p, bular 1 million so'm chiqadi aka. Zimniy cho'qollari bilan. Qishda sovuradi, ko'chaga olib chiqadigan bo'lsangiz, cho'qaverasiz. Dastavka bor, aka, sizlarda. Dastavka qilib beramiz. Yandex bo'yicha Toshkentga dastavka qilib berasiz. Viloyatlarga ham dajli qilib bersanglar kerak, aka. BTS orqali chiqarib beramiz aka. Nomerlarni tagiga yozib qo'yamiz. Shu do'kon, shu odamlar. Narxlar hamyonbop. 5 to'yga kerakli hamma narsa bor. Nima bolalarga nima kerak bo'lsa bor. Assalomu alaykum foydali xarid obunachilari. Biz hozir o'sha O'rikzor bolalar majmuasida yuribmiz. Mana mashina nech pul aka hozir? Bular hozirgi paytda 1 million 200 ming so'm chiqyapti. Bu ham korzinkasi bor, ya'ni chaqaloq ko'tarib yuradigan. Chunki buni yaxshi tarafi yoni ochiladi.
spanniga qo'shib qo'ya olasiz. Belanchak qisqasi bo'ladi. Keyinchalik soat 2 yoshgacha misol uchun to'lgandan keyin mana bu tarafini olsangiz, poli mashina turgan bo'lsa, manej qilib ishlatishsa bo'ladi. Mana dachalarga chiqamiz, o't-o'tga boramiz, mehmondorchilikka. Mana borganda Shuni ko'tarib olib ketaverasiz. farzandimizning kravatini mana birovga yotqizgingiz kelmaydi. O'sha paytlarga eng udobniy zo'r narsa deb o'ylayman. Fishkasi mana shunday edi. Nomerligini tagiga qoldiramiz, Instagramimizdan qoldirib qo'yamiz. Dastavkani ham qilib berasizlar, qani ham. Xudo xolasa dastavkamiz shahar bo'yicha bepul qilib beramiz.